Demak, hammaga xayrli kech. Yo'ldan o'tib olaylik. Hozir ovulda qismga o'tkazsak. Так, bu park искусств. Площадь искусств degani. Bet o'tgan safar ko'rsatuvdim. Pushkinning haykali remontda deb. Mana shu daraxtlarni mana bezab qo'yishibdi yangi yilga. Biz hozir bu tarafga yurishimiz kerak. Faqat to'g'ri yuramiz. Tak, oldinga o'tkazaylik. Xullas, bugun ko'cha havo yaxshi. Kecha undan ham yaxshiroq edi. Kechada oldin kun lekin sovuq edi. Qo'llarimgacha muzlab qoluvdi. O'tgan safar italyanskiy ulitsani, ko'chasini boshigacha boruvdim. Bu safar yana dalsh yurmoqchiman. Shunga hozir oldinga o'tkazay. Biroz yuraveraylik. Ham men bir avtobus o'tadigan joyi bilaman. Menga как раз kerakli avtobus. Бродячая собака. Yuraveraylik. O'zi unaqa sekin yurmayman. Chunki ko'cha sovuq bo'lgandan keyin. Kecha yozib o'tiruvdi qanaqadir. Sekin bezalish boshlanyapti. O'zimni olyapman. Mana italyanskiy ko'chasi 2. Betuş restoran. Mana bunaqa mashinalarda kofe, glintveyn shunaqa narsalar sotishadi. O'tgan safar yo'lda bu betida edim. Endi sekin yuraveraman. Bugun sal odam ko'chada sal ko'proq ekan. Kechaga qaraganda, kecha to'g'risini aytsam, yozuvdim. Hozir kecha yozuvdim video, faqat mikrofonni nastroyka qilish esimdan chiqibdi. Shunga yozganim bir tiyin bo'lgan to'g'risi. Video turibdi. Hozir kanalda bezashibdi. Bir ko'rsatayin. Bu Griboyedova kanali. Mana bu yurakcha ham qo'yibdi. Yurakchaga ham qaramabman. Kechki holat. Bu Spas na Kravi, bu chap tarafi remontda ekan. Shunday yuraveraylik. Xullas kecha yozganman. Mikrofonni boshqasini olganmanmi? Короче, ovozim вообще yo'q-da.
Enagidan nastroyga qilish esimdan chiqib qolyapti. Zapisdan oldin. Bu kecha bilan yursalaringiz mana parkni ro'parasida etnograficheskiy muzey bor. Bu imperator 2 paytiga shunga atab qurishgan ekan o'zi buni. Tarixini to'g'risi hali yashlab o'qib o'rganib chiqqanim yo'q. Bu ham muzey. Bu ham muzey. Bunaqa skameykalar qo'yishgan mana. Shu aylanasiga o'tiraverishadi turistlar o'rtaga chiqib olib. Ancha katta. Mana shunaqa turib olib pul ishlashadi. Bir kartasiga, kimdir nalishga berishadi. Mana shunaqa. Kattaligini qarang. Oldinga yuraveraylik. Oldi qismiga. Bitta odamlarga ham baribir. Sovuq bo'ladimi, bo'ron bo'ladimi? Mana yon qismi. Короче, mana yerdagi park mana darvozasi bahorda ochiladi. Hozir yopiq. Men 12-yili kelgan paytimda park бесплатный edi. Park бесплатный edi. O'zi kelib kirishdan oldin saytga kirib, Yandexga kirib ko'rsalaringiz ham bo'ladi. Qaysi park бесплатный, qaysi park platni o'zlari aniq qilishgan bo'ladi. Yozib qo'yishadi. Bir qanaqadir o'zgarishlar bo'lsa, hozir. Tak, oldi qismiga keldim. Mana oldi qismi. Ancha katta. Tak, hozir ko'ramiz. Bitta narxni yozib qo'ymaydi-yu, no, платежный. Без льгот debdi. Bu saytiga kirib bilsalaringiz ham bo'ladi. Даже бесконтактный ham bor ekan. Через karta to'lasa ham bo'ladi. Oldinga o'tkazdim. Hozir. Xullas ko'rinyapti. Men bu yerga narga park bor. Вечный o'shani oldidan o'tishim kerak edi. Bitta bundan tashqari bunga yaqin yana bitta park bor. U Letniy sad. Letniy sad ham enagida бесплатно bo'ladi, enagida platno.
Men besplatno bo'lgan paytda kirganman. Shunga agar kimdir kirmoqchi bo'lsa, oldindan grafikka kirib, keyin kirsalaringiz ham bo'ladi. Juda ham ko'p, bu yerda ham haykallar bor. Qanaqadir Yekaterina davridami qurilgan bir bitmay qo'ygan fontan bor ekan. O'shani haligacha o'sha holatida tashab qo'yishgan. O'sha davrdan esdalik bo'lsin deb adashmasam, bir kirganimizda bir ekskursiya gruppaga aytishyapti. Hozir oldinga o'tkazdim. Bu kanal bilan Nevaga chiqsa bo'ladi. Bu parkdagi kafe. Daraxtlarda yerda ham bezashibdi. Bizga вечный огонь kerak. U Ikkinchi jahon urushidagi ota-bobolarimizga qo'yilgan abadiy olovi deyishadimi, gulxanimi? O'zbekcha переводini bilmayman. Hozir zelena bo'ldi. O'tib olaveraylik. Kecha kelganimda aytgancha svetlari yo'q edi. Bugun yoqishibdi. Ancha yorug'. Chunki kecha kelganda ancha qorong'i edi. Odamlar vроде бы ko'rinyapti. Xullas, sal shamollaganman. Shunga agar ovozim yaxshi chiqmayotgan bo'lsa, uzr. Havo o'zgarganiganmi? Yerda ham bir yomg'ir yog'ib, bir sovuq tushib, shunaqa bo'lyapti. Shuni hisobiga sal shamollabman. Dori ichyapman. Tak, oldinga o'tkazay. Mana archalarda o'rtasi вечный огонь hisoblanadi. Kelib qoldik. Betga bir safar kunduzi kelaman. Xudo xolasa. Mana shu yerda ham devorda bir nima yozilgan. Qorong'i bo'lganiga uncha ko'rinmayapti. Mayli. Boshqa safar. Gullar qo'yib qo'yishibdi. Chiroyli. Ya bitta parklar ham daralarni bezashgan. Sağ o'tib olaveraylik betga. Hozir oldinga o'tkazaman. Xullas, betga endi kelganimning sababi parkdan kesib chiqsalaringiz, bir avtobus o'tadi. 46. Hozir mana oldi qism bu Troitskiy most. Troitskiy mostdan o'tsalaringiz Saborniy masjid bor. Amir Olimxon qurib qo'ygan.
Xullas, Вечный Ogonga kelganim sababi bu yerga ikkita migrant kelib siygan. Qaysi kallasi bilan o'ylab siygan bilmayman. Siygan. Bu atrofda, buni atroflarida kameralar ko'pda. Ularda естественно ushlashgan. Keyin chiqib uzr so'rashganini ko'rsatishdi. Короче, любой davlatga kim borsa bilsinki, davlat o'zini tarixiy obidalarini himoya qiladi. Ular ham bizlarda ham bu narsaga qattiq turishadi. Adashmasam, bultirdan oldingi yilimi, bir 2-3 yil bo'lib qoldi. Bir o'zbek bola Alisher Navoiyni bir kalaka qilib chiquvdi. Uni ham ushlab 15 sutkaga qamashuvdi. Aytmoqchi bo'lganim shunaqa, bular ham ko'radi-ku. Ko'rgandan keyin, конечно, jahli chiqadi. Bizlar ishlashga kelyapmiz. Bu narsani ham to'g'ri tushunish kerak. Hozir bu narsaga juda ham qattiq turibdi, olib turib qamatib yuborishi ham mumkin. Shunga uydagilaringiz ham kelib hech narsa qila olmaydi. Shunga hushyor bo'lingizlar. Bularning qonuni hali ham unaqa, endi oxirgi paytlari sal qattiq qo'l qivorishyapti-yu, bizlarda undan ham qattiq turishadi bu narsaga. Shunga hamma o'zini ehtiyot qilsin. Endi nima niyatda kelgan bo'lsa, kim o'sha bo'ladi. Ishlashga kelgan bo'lsangiz, ishlab tezroq uyga ketish kerak. Bu yerda yurgandan ham foyda yo'q. Ana shu most. Xullas, shunaqa gap. Tak, oldinga bir o'tkazayim. Mana. Bu yerda adashmasam, bu yoqlar ham muzey. Boya bo'lgan joyim. Archalar turgan joy Вечный Огонь. Bu taraf, короче, Letniy sad. Mostning oldi mana shu zdaniya fasadi juda ham chiroyli remont qilingan. Kunduzi nima qilsa hali bir ko'rsataman. Turoyskiy mostni ham bir kunduzi kelib ko'rsataman. Xullas, shunaqa gap. Hamma o'zini ehtiyot qilsin. Yaxshidan hozir yomon ko'p. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Kommentariya yozinglar. Qo'limdan kelganicha javob berishga harakat qilaman. Hamma o'zini ehtiyot qilsin, o'zini asrasin. Hammaga xayrli kech. Yorug'ga chiqib olaveraylik. Orqa qismi. Oldinga o'tkazaman. Fasada. O'rtaga bir yangi. Adashmasam, mana shu zdaniya, yo mana shu ikkalasimi, yo mana shunisimi universitet. Nomini nima qilsa videoni tagiga yozib qo'yaman, nima qilsa. Bu yerda ham mana daraxtlarni bezashgan.